Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Alex Money kanali do'stlar. Xo'sh do'stlar, bugungi video darsligimizda internetda sarmoyasiz pul ishlash imkoniyatini beradigan afsonaviy bir ajoyib bomba saytimizni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etmoqchiman do'stlar. Xo'sh do'stlar, video roligimizni boshlashimizdan oldin har doimgidek Alex Money kanalimizga albatta obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmachani bosib, like tugmachasini ham bosib qo'yasizlar degan umiddaman aka. Albatta like bosing, qo'ng'iroqcha tugmachani bosib, kanalimizni albatta qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddaman akalar. Xo'sh, bo'lmasa sizlarga saytni tanishtirib o'taman. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Shtobi men yangi internetda sarmoyasi va sarmoyali pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bomba saytlarni chiqarayotganimda sizlar bexabar qolib ketmaysizlar degan umiddaman akalar. Albatta obuna bo'lib, like bosish ham esdan chiqmasin akalar. Dirsilatni tashlaylar. Addush akalar. Xo'sh, bo'lmasa sizlarga saytni tanishtirib o'taman. Bugun ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytim nomi AddBTC deb ataladi. Bu saytda biz sarmoyasiz Bitcoin kriptovalyutasi va rubl ham ishlashimiz mumkin do'stlar. Bu saytga asosan o'zi Bitcoin ishlanardi. Endi hozirda bu saytga rublni ham qo'shibdi. Rubl ham ishlasa bo'ladi bu saytda akalar. Sayt vobshi bomba akalar, vobshi easy akalar. Xo'sh, sayt manzili albatta video rolik ostida bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa, mana sarmoyasiz Bitcoin kriptovalyutasi va rubl ishlashimiz ham mumkin akalar. Albatta sayt silkasi video opisaniyasida bo'ladi akalar. Xo'sh, bo'lmasa sizlar bilan bu saytdan hozir registratsiyadan o'tish jarayonini ko'rib chiqamiz do'stlar. Registratsiyadan o'tishimiz uchun saytga kirganimizdan keyin bizda mana shunday oyna ochiladi va biz bu yerda zaregistratsiya tugmachasiga bir marta bosamiz va biz mana bunday yo'lakka olib o'tadi. Ya'ni bu yo'lakka biz birinchi yo'lakka elektron pochta manzilimiz, ikkinchi yo'lakka o'z parolimiz va bu yerda ya'ni robot kapchasini tergan holda zaregistratsiya tugmachasiga bosib saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Saytdan xuddi mana shunday tarzda ro'yxatdan o'tiladi va saytdan ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizning elektron pochta manzilingizga, uzr do'stlar, adashib ketdim. Elektron manzilingizga xat yuboriladi. Saytni aktivatsiya qilish uchun elektron manzilingizga kirasiz va saytni aktivlashtirasiz, silkaga bosib va o'z ish kabinetingizga tashrif buyurasiz do'stlar. Xo'sh, menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Men hozirda registratsiyadan o'ta olmayman, chunki men registratsiyadan o'tib hozirda ish faoliyatimni olib boryapman. Men 2 marta ro'yxatdan o'ta olmayman. Bo'lmasa men o'z profilimga tashrif buyuraman va qolganini sizlar bilan birgalikda ish kabinetimga tashrif buyurganimdan keyin qolganini sizlarga tushuntirib boraman akalar. Xo'sh, men bo'lmasa o'z ish kabinetimga tashrif buyuraman akalar. Avtorizatsiya tugmachasiga bosaman. Va bu yerdan kapchalarni terib olishim kerak akalar. Bu yerdan kapchalarni terib olamiz hozir. Dali. Готов. Va YT tugmachasiga bosamiz akalar. Xo'sh akalar, mana men o'z ish kabinetimga tashrif buyurdim. Sizlar ham registratsiyadan o'tganlaringdan keyin xuddi mana shunday tarzda saytni aktivatsiya qilasizlar va saytga mana shunday tarzda kirasizlar o'z ish kabinetlaringga do'stlar. Xo'sh, biz saytga tashrif buyurganimizdan keyin saytda birinchi ishlash bo'limi bu yerda mana balans deyapti, ya'ni satoshi va bu yerda mana rubl akalar. Hozirda saytga rublni ham qo'yishgan, ishga qo'yishgan, rubl ham ishlash mumkin. Ya'ni bu saytda biz turli xildagi reklamalar ko'rib, saytda sarmoyasiz Bitcoin va rubl ishlashimiz mumkin do'stlar. Xo'sh, saytda ish boshlash uchun bu yerda zarobotik bo'limiga o'tamiz va bu yerda surfing va aktivniy okna deyapti. Birinchi bo'limga o'tamiz, ya'ni oknalar ko'rib ham pul ishlashimiz mumkin do'stlar. Mana shu bo'limga o'tamiz. Va bu yerda zarobatni segodnya 3 satoshi. Men bugun bu oknada ishlab chiqib ketgandim do'stlar. Mana shu yerda ham pul ishlashingiz mumkin. Men 3 satoshi ishlab chiqib ketdim boya kirib. Xo'sh, ikkinchisini ko'rsatib o'taman. Ya'ni surfing site deyapti, ya'ni rubl deyapti. Bu yerda rubl ishlashimiz mumkin. Xo'sh, mana shunga o'tamiz va bu yerda mana bu yerda kapchani terishimizga to'g'ri keladi akalar. Va kapchani mana bu yerda listensiyalarni tanlaymiz. Подтвердитni bosamiz va bu yerda отправкni bosgandan keyin bizda mana bu yerda открыть tugma degan narsa chiqadi akalar. Biz
mana shu reklamani ko'rganimiz uchun bizga mana 0,004 kopek pul berilar ekan akalar. Okey, reklamani ko'rish juda ham oddiy. Mana открытni ustiga bir marta bosasiz va sizni reklamingni saytga olib o'tadi. Mana shu saytdan mana tepada vaqt ketyapti. Sizlarga ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi bilmadim. Menga ko'rinyapti. 10 sekund tomosha qilib turishimiz kerak ekan mana shu saytni akalar. Xo'sh, hozir bizda vaqt tugadi va bu mana shu vaqt tugagandan keyin mana bu ochgan vkladkamizga X beramiz va yana saytga qaytamiz akalar. Xuddi shu tarzda sarmoyasiz rubl ishlashimiz mumkin. Surfinglar ko'rib. Yana mana bizda reklamalar chiqadi. Bu yerda har xil reklama chiqadi akalar. Reklamani ko'rib bo'ldingizmi? Yana reklama chiqadi. Uzog'i 10-15 ta reklama chiqadi akalar. Mana yana открытni bosamiz sariq tugmachadagi va bizni yana reklamingni saytga olib o'tadi. Mana shu saytda mana tepada 13 minut turib turishimiz kerak. Mana shu sayt tomosha qilib turishimiz kerak. Mana tepada sizlarga ko'rinyaptimi, ko'rinmayapti? Mana saytni o'ziga o'tsak, mana sekund ketyapti va bizda sekund tugadi. Mana shu oknaga X berib yuboramiz endi. Xo'sh, bu yerda mana VIP просмотр на сайт данный момент проходит новая ссылка bu narsalar dedi. Короче, biz o'sha bizga berilgan reklamani ko'rib bo'ldik akalar. Xo'sh, xuddi shu tarzda sarmoyasiz saytda rubl ishlashimiz mumkin do'stlar. Mana shu bo'limdan. Keyin saytda mana surfing Satoshi degan joyga o'tamiz mana. Surfing sayto degan joyga o'tamiz mana. Va bu yerda biz Bitcoin ishlashimiz mumkin do'stlar, ya'ni Satoshi. Xo'sh, bu yerda ham mana открытni ustiga bir marta bosamiz. Va bizni yana reklamini saytga olib o'tadi. Shu saytga X bermagan holda orqaga qaytamiz akalar, mana saytga qaytamiz va bu yerda bizda vaqt ketadi akalar mana. Mana shu 10 soniya kutib turamiz. Mana shu vaqt tugagandan keyin bizda yana reklama chiqadi. Bu yerda har xil reklamalar chiqadi akalar. 10 ta, 15 ta, gohida 5 ta, 2 tagacha chiqadi reklamalar. Saytga X beramiz va yana bizda mana kapchani terishimizga to'g'ri keladi akalar. Xo'sh, kapchalarni terib olamiz, yana подтвердитni bosamiz va bizda yana yangitdan reklama chiqadi mana. Открытni bosamiz va bizni yana reklamini saytga olib o'tadi. Shu saytga X bermagan holda yana saytga qaytamiz. Saytga qaytganimizdan keyin bizda yana mana shunday raqamlar ketadi akalar, sekund. Ya'ni mana shu saytni yopib qo'ymasligimiz kerak sekundlar tugamaguncha. Hozir bizda sekund tugaydi va yana ikkinchi reklamaga olib o'tadi bizni. Xo'sh, mana bizda sekundlar tugadi va biz yana o'sha ochilgan vkladkaga X beramiz. Va mana bu yerda yana bizda reklama chiqib turibdi. Открытni bosamiz, yana reklamani ko'ramiz do'stlar. Va yana o'sha saytga X bermagan holda saytga qaytamiz va bizda mana bunday vaqt ketadi akalar. Mana shu vaqt tugamaguncha mana saytda mana shu vkladkaga X bermay turishimiz kerak va bizda vaqt tugaydi. Va mana vi заработал 2.1 satoshi ishladi akalar mana. Saytga X beramiz ochgan vkladkamizga. Xuddi shu tarzda akalar saytda Bitcoin va rubl ishlashimiz mumkin do'stlar. Sarmoyasiz turli xildagi reklamalar ko'rib Bitcoin, rubl ishlashimiz mumkin do'stlar. Sayt вообще bomba akalar. Xo'sh, keyin do'stlar, saytda referalniy programma sistemasi ham bo'lishi kerak. Buning uchun referalniy silkangizni topishingiz uchun bu yerda pastrog'iga tushganimizda shu yerdamidi? Rinok referalo degan joyga kirishimiz kerakmi? Mana shu yerga kirib ko'ramiz. Referalni silkamizni olishimiz uchun. Bu yerda emas ekan do'stlar. Referalni mana tepada ekan. Eng boshida referalniy programma degan joyga kiramiz ekan akalar. Va bu yerda mana o'z referalniy silkamizni topishimiz mumkin. Mana shu o'z sayt silkamiz bo'ladi akalar mana. Mana shuni bir marta kopirovat qilamiz va mana shu kopirovat qilgan silkamizni o'z do'stlarimizga tarqatamiz akalar. Mana shu tarqatgan silkamiz orqali do'stlarimiz saytga registratsiyadan o'tib, saytda pul ishlashni boshlasa, biz do'stimizning daromadidan 15% gacha qo'shimcha tarzda pul ishlashimiz mumkin ekan do'stlar.
Mana shu yerdan o'z silkangizni topsangiz bo'ladi. Misol uchun do'stimiz bizning silkamiz orqali saytdan ro'yxatdan o'tib 50 satoshi yoki 100 satoshi ishlaydigan bo'lsa, bizga avtomatik tarzda 10 satoshi tashlab beriladi degan akalar. Do'stimizning hisobidan bizga tashlab bermaydi, sayt o'z hisobidan bizga 10 satoshi tashlab beradi agar do'stimiz 100 satoshi ishlasa akalar. Mana shu yerdan o'z referalkangizni olsangiz bo'ladi. Keyin do'stlar, eng asosiysi saytdan ishlagan pulimizni chiqarishimiz uchun bu yerda mana balansimiz tepasida mana kasholokni belgisiga bosamiz. Mana hozir bizning hisobimizda 5720 satoshi bor. Buni chiqarishimiz uchun bu yerda mana VVC tugmachasiga bir marta bosamiz akalar. Va bu yerda kasholoklarni ko'rsatadi. Ya'ni bu yerda mana BTC Bitcoin hamyonimizga chiqarib olishimiz mumkin bu yerda. Va FaucetPay mikrokashologiga ham chiqarib olishimiz mumkin. Mana bu yerda Express Cryptoga, bu yerda Payer hamyonga. Payerga menimcha 100 ming satoshi bo'lishi kerak chiqarish akalar. Hozir biz FaucetPay kashalogiga chiqarib ko'ramiz akalar mana shu satoshilarimizni. Xo'sh, sizlar ham mana shu joyga kirasizlar va bu yerda sizlarda FaucetPay degan joyda mana izmenit tugmachasiga bosib o'z FaucetPay hamyonlaringni saqlantirib qo'yishlaring kerak. Men saqlantirib qo'yganman. Xo'sh, bizning hisobimizdagi satoshilarni chiqarishimiz uchun bu yerdan na FaucetPay deganga bosamiz akalar. Mana VVC ni pastida na FaucetPay ga bosamiz. Va bu yerda Vivit средства может занято до 3x рабочий день deyapti. Pulni chiqarganimizdan keyin 3 ish kuni ichida saytdan pulimizni tashlab berar ekan akalar. Sayt 3 ish kunida pulni chiqarishga qo'yganimizdan keyin 3 ish kuni ichida tashlab berilar ekan pulimizni. Xo'sh, pulni chiqarishimiz uchun hozir mana bu yerda summa degan joyda o'zimizning satoshilarimiz chiqib turibdi va bu yerda o'sha FaucetPay'dagi Bitcoin hamyon adresim yozilgan va bu yerda o'zimning parolim, saytimni pulni chiqarishimiz uchun bu yerda вывести tugmachasiga bir marta bosamiz akalar. Успешно выведите средства обратываться dedi. Короче, pulni chiqardingiz, brat dedi. Endi qisibgina pulni kuting deyapti. Xo'sh, bir martagina перезагрузка beramiz akalar saytga. Internetimiz ozgina qotib qoldi akalar. Xo'sh akalar, mana aslovniy balansimizdan satoshilarimiz mana 0 holiga keldi. Mana asosiy balansimizdan pulimizni, satoshilarimizni, bitcoinlarimizni o'z FaucetPay mikrokashologimizga chiqarib oldik akalar. Mana hisobimizdan 00 bo'ldi akalar. Mana pulimiz chiqib ketdi. Выведите можно только один раз deyapti. 24 soat deyapti. Har bir kunda chiqarishimiz mumkin ekan 24 soat davomida. Xo'sh, endi xudo xohlasa bu pulimiz tushib kelishi bilan albatta Telegram kanalimizga buni screenshotini joylab boramiz akalar. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda ham bir-biridan ajoyib zo'r ma'lumotlar chiqib boryapti akalar. Bu screenshotini albatta Telegram kanalimizga qo'yib boramiz akalar. Xo'sh, keyin do'stlar, bu ikkinchi shotimizdagi pulni chiqarib olishimiz uchun ham bu yerda mana ikkinchi shotimizdagi kasholok belgisiga bosamiz va bu yerda Payer hamyonimizga chiqarib olamiz akalar. Xo'sh, Payer hamyonimizni saqlanib qilishimiz kerak ekan. Bu yerda izmeniti tugmachasiga bir marta bosamiz. Va bu yerda получить код смена deyapti. Ya'ni biz Payer hamyonimizni saqlanib qilishdan oldin elektron pochtamizga kod borar ekan, keyin o'z hamyonimizni kirgizamiz akalar. Menimcha hozir pochtamizga xat yubordik. Buni hozir ochib pochtamizga kirib ko'ramiz. Xo'sh. Pochtamizga kirdik akalar. Hozir ozgina kutib turamiz. Pochtamizga kirib olishimiz kerak. Do'stlar, mana Faucet AdBTC saytidan o'sha pochtamizga nima keldi? Xat keldi. Mana shu yerdan mana shu kodni olishimiz kerak akalar.
Shaftoli bo'lay. Mana shuni kopirovat qilamiz akalar. Xo'sh, mana shu kopirovat o'sha pochtamizga kelgan xatdagi kodni kopirovat qilamiz va kopirovat qilgan kodimizni mana shu yerga qo'yamiz akalar. Xo'sh, menimcha to'g'ri kopirovat qildim. Yana bir marta ko'rib olamiz. Ay yo'q. Ana endi kopirovat qildik akalar. Shaftoli kopirovat bo'lmayman deydi. Vistavit qilib qo'yamiz. O'sha kopirovat qilgan kodimizni pochtamizga borgan kodni va bu yerda отправить tugmachasiga bir marta bosamiz akalar. Va bu yerga o'z FaucetPay kashalogimizni yozamiz akalar. Xo'sh, mana meni FaucetPay kashalogim. Va bu yerga o'sha bizda saytdan registratsiyadan o'tgan parolimizni mana shu yerga yozishimizga to'g'ri keladi akalar, ikkinchi yo'lakka. Ikkinchi yo'lakka parolimizni kiritamiz va bu yerda отправить tugmachasiga bosamiz. Okey. Успешно ваш Payer кошелек обновлена bo'ldi. Ya'ni biz o'z kashalogimizni saqlanib qildik akalar. Endi bemalol ishlagan rubl pulimizni Payer hamyonimizga chiqarib olishimiz mumkin akalar. Endi mana bu yerdan VVC tugmachasiga bosamiz. Va mana mening hamyonim, mana ko'rib turganlaringdek Payer hamyonim P103 bir bola bo'lib mana saqlanib bo'ldi akalar. Va bu yerda na Payer ga bosamiz, pulni chiqarib olishimiz uchun na Payerga bosamiz. Va bizda hisobimizdagi pulni yozamiz akalar bu yerda. 1 rubli 61 kopeyk pul bor akalar. Xo'sh, menimcha hozir rublda qancha chiqarishni bilmayman, minimalkaligini bu yerda ko'rsatilmagan. Hozir попробуй qilib ko'ramiz akalar. VVC tugmachasiga bosamiz. Успешно введены средства обновления akalar. Bo'ldi. Brat pulni yordingiz, chiqardingiz, kashalogingizni tekshiring deyapti. Hozir buni ko'ramiz. Endi bu 24 soatda tushib keladimi yoki avtomatik tushadimi? Buni hozir sizlar bilan birgalikda Payer hamyonimizga tashrif buyuramiz akalar. Payer hamyonimizga kiramiz. Ozgina kutib turamiz akalar. Xo'sh, chekni ochamiz akalar. Xo'sh, pul tushib kelmagan, ya'ni pul menimcha 24 soat davomida tushib kelish kerak yoki kutib turishimiz kerakmi, nimadir. Hozir saytga bir marta обновление beramiz akalar. Payer hamyonimizga. Yana bir boshdan tekshiramiz. Xo'sh akalar, menimcha saytdan pulimiz 24 soat davomida tushib kelish kerak. Boya boshida o'qib o'tdim, saytda 3 ish kuni ichida pul tushib keladi deb aytgandim. 3 ish kunida. 3 ish kunida akalar. 3 kun davomida. Juda qiynaldim aytishga, uzr akalar. 3 kun davomida chiqargan pulimizni ular tekshirib, saytdan pulimizni tushirib beradi akalar. Xo'sh, saytga bir marta oblamlana beramiz. Do'stlar, pul chiqarilgan, ya'ni mana hisobimizdan pul o'zi uchib ketgan mana 000. Ikkala shotimiz ham 000 bo'ldi akalar. Xuddi mana shu tarzda saytdan pulni chiqarib olishimiz mumkin akalar. Xo'sh do'stlar, bugungi ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytim mana shundan iborat edi. Sayt вообще bomba akalar. Saytda birdaniga rubl, bitcoin ishlashimiz mumkin akalar. Sayt manzili albatta video rolik ostida bo'ladi, ya'ni описаниеda. Xohlovchilar bo'lsa mana sarmoyasiz bitcoin va rubl ishlashimiz mumkin do'stlar. Xo'sh do'stlar, bo'lmasa biz video roligimizni yakunlaymiz. Xudo xohlasa pullarimiz tushib kelishi bilan buni Telegram kanalimizda skrinshotini joylab boramiz akalar. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimiz manzili va kerakli silkalar video описаниесida bo'ladi akalar.
Xo'sh, bo'lmasa biz video roligimizni yakunlaymiz va albatta kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroq tugmachani bosib kanalimizni albatta qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddaman akalar. Sizlar bilan har doimgidek Alex Money kanali bo'ldi. Sayt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz yoki qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, albatta video opisaniyasida izoh qoldirasizlar degan umiddaman akalar. Keyingi video darsliklarda ko'rishguncha hammangizga xayr akalar.